Aka yaxshimisiz, nima bo'ldi? Bir 10 kuncha bo'ldi kelganingizga. Ha, 10 kun bo'ldi. Ha. Mana shu sentyabr oyidan beri oshqozonim qiynardi. 5 ta mana shu o'zimizni qishloq vrachidan tortib shaharlardagi eng zo'r menman deb o'zini ko'rsatgan gastroenterologlarda, xususiy shifoxonalarda yotib davolanib ko'rdim. 5 oyda, 8 oy ichida bir tiyin davlat dorisidan, ukolidan foyda ko'rganim yo'q. Oxiri mana shu Shamsiddinning oldiga kelib, bu xalq tabobati bilan shug'ullanar ekan, kelib shu bolada davolanib, mana 10 kundan buyog'iga o'zimni yaxshi his qilishni boshladim. Ovozlarim ham yaxshi bo'lib qoldi. Og'riqlarim ham chekindi. Xullas, ozib ketgan edim. 15 kun, 10 kun, 15 kun ichida 6 kilo semirdim. Ancha yaxshi. To'g'risi qo'rqib ketdi sizni. Juda yomon edi ahvolim. 45 kilo, 70 kilo vesim 45 kilo bo'lib qolgan edi. Shuni hozir vesim ham mana yaxshi bo'lib boryapti. Har kuni kelib maslahatini olib, tavsiya qilgan nimalaridan, o'tlaridan, boshqalardan foydalanyapman. O'zida ham zapas bor, o'zi ham beryapti shu o'tlarni. Faqat Endi ozayib qoldi aka, men endi yig'ib keldimi? Nimaga o'tib oldim endi? Xalq tabobatiga. Bir tiyin foyda bermadi. Bir haftasiga 7 million, 8 million pul sarf qildim. 7 tiyinlik ham foyda bergan yo'q. Davlatning dori ukollari, bilmayman, podvaldan chiqadimi u dori ukollar, qaydan keladi bilmayman. Bittasini yo'q, ta'mi yo'q, hammasi borga o'xshaydi. Og'zingizga olib ichayotganingizda bir qop Kontrol yo'qda aka, kontrol. 5 safardan beri 5 ta больницada yotib bir qop dori ichdim. Bitta bir tiyinlik foydasi bo'lgan yo'q. Mana endi nimadan ko'ryapman foydani? Tabiiy nimalarni, o'tlarda.